Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, bizga mana shu metro remontga keldi. Buni kompyuter o'rganadi. Buni egasi kompyuterni hech yerdan topa olmabdi. Bunaqa kompyuter o'zi kamroq. Biz buni almashtirib berishni so'radi. Hozir boshqa kompyuter mana qo'yib qo'ydim. Buni vaqtinchalik qo'ydim, yurgizib ko'rish uchun, tekshirib ko'rish uchun. Motorga ulamadim. Motorga uladim. Mana kompyuterni mana qirqib tashladim mana. O'zini kompyuterni ham motorga ulanadigan simlari munosib mana turadi. Mana deyishadi. Endi bu motorga ketadigan simlarda jihozlar. Hozir mana shu yerda o'zidan yurgizib ko'rdingiz. Yurdi, endi motorni o'zga ulaymiz. Xullas, mana shunaqa kompyuterda bunga almashtiryapmiz. Molar serob, hamma yerda bor. Monolar lekin problemaroq, topish qiyinroq. Shuni hozir tekshirib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana vaqtincha ulab qo'ydim. Hozir qani bismillah, gazni bosamiz. Endi mana shu kompyuterni motorni o'ziga ulaymiz. Naryoqdan boshqaradigan qilib. Kuzatib tursanglar, inshaalloh uni ko'rsatib beramiz. Mana akalar, hamma simlarini uladik mana. Mana o'zini ishga kirdi. Bu kompyuterga mana uzib uladik hammasi. Tepitadan joyini tozib uladik. Mosimlari ham moni qo'ydik, yo'q edi bu ham. Mononing ichida kirib ketgan hammasi. Mana bundan katta simlari yo'q edi. Endi monisini ham uladik mana tagidagi. Motor ketadigan simlarni ham uladik. Endi mana Allohga hamd va sanolar bo'lsin, yuryapti. Ishlayapti zo'r hozir. Ko'rsatib beramiz, yurgizib. Bismillah. Mana zamogimiz yondi. Endi gazni bosamiz. Mana aylayapti. Mana endi skorslarni ham ko'ramiz. Skorslar ham ishlayapti. Endi orqaga aylantiramiz. Oldiga aylantiramiz. Mana akalar, shu bilan bugungi qisqacha videomiz tamom bo'ldi. Kimlargadir qiziq bo'lsa, ma'lumot uchun telefonlarimizni aytib o'tamiz. WhatsApp nomerlarimiz 996 bilan 706 403 410. Foydali video bo'lgan bo'lsa, bizga like bosmasanglar ham Alloh rozı bo'lsin deb qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.